Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bizda Toshkent, Moskva, Toshkent, Kazan, Nabrijniy, Chili, Nijnikamsk yo'nalishlari bo'yicha qonuniy reyslar amalga oshirilmoqda. Dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlari Toshkent, Moskva yo'nalishi bo'yicha. Seshanba va juma kunlari Toshkent, Kazan, Nijnikamsk, Nabrijniy, Chili yo'nalishlari bo'yicha qonuniy reyslar Toshkent Sobir Rahim avtovokzalidan 18:00 avtobuslarimiz jo'nab ketmoqda. Sizga ham ishonchli xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi ishonchli raqamlarga murojaat qilsangiz bo'ladi. Tanlovda adashmang. Avtobuslarimizda komfort zonalar mavjud bo'lib, bizda ikkita monitor, ikkita kuler xizmati, zaryadchik moslamalar, undan tashqari qishin yozin ishlaydigan konditsionerlar mavjud bo'lib, siz o'z manzilingizga hech qanday xavf-xatarsiz, hech qanday xavf-xatarsiz yetib olishingiz mumkin. Ekrandagi ishonchli raqamlarga qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. O'z joylaringizni ham onlayn, ham offlayn tarzda xarid qilsangiz bo'ladi. Tanlovda adashmang. Keyingi efirlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.